Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin biz diqqatingizga bu hafta huzuruna sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Yevropa Kishilik huquq mahkamasi Abduqodir Yapchan haqida qaror e'lon qildi, qaror chiqardi mavzuda xabarimiz bo'ldi. Bu qarorda Abduqodir Yapchanning 3-bir davlatga yoki Xitoyga qaytarishga bo'lmaydiganligi aniq iboralar bilan tilga olindi. Shundaqla yana Sharq Turkistonda AIDS shiddat bilan ko'paymoqda mavzuda xabarimiz bo'ldi. 2016-yili 1-oydan 10-oygacha Sharq Turkistonda 3708 kishi AIDS bilan yuqumlangan, 1072 kishi o'lgan. Shundaqla yana Sharq Turkistonda 96 o'rinda g'oyat zo'r kan boyligi bayqaldi mavzuda xabarimiz bo'ldi. Bu boyliq, shu yangidan bayqalgan bu boyliq Sharq Turkistonni Xitoy besib olgandan ta hozirgacha chiqarilgan boyliqning 2 hassidan 10 hassigacha tang barobar qilgan boyliq tepilgan. Bu va bunun boshqa xabarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Yevropa Kishilik huquq mahkamasi Abduqodir Yapchan haqida qaror chiqardi. 2016-yil 11-oyning 30-kuni Yevropa Kishilik huquq mahkamasi 15 yildan buyon Turkiyada yashab kelayotgan Abduqodir Yapchan to'g'risida qaror e'lon qildi. 2016-yil 11-oyning 30-kuni Yevropa Kishilik huquq mahkamasi 15 yildan beri Turkiyada yashab kelayotgan Abduqodir Yapchan to'g'risida qaror e'lon qilgan. Bu e'lon qilingan qarorda Abduqodir Yapchanning 3-bir davlatga yoki Xitoyga qaytarishga bo'lmaydiganligi aniq iboralar bilan tilga olingan. Bu qaror e'lon qilingandan keyin har qaysi joylardagi Uyg'urlar xushallikqa cho'mgan. Turkiya Yevropa Kishilik huquq mahkamasiga a'zo bo'lgan davlatlar qatorida bor bo'lg'achqa, bu qarorning ruhiga xiloflik qila olmaydiganligi ma'lum. Abduqodir Yapchan 2016-yil 8-oyning oxirida Turkiya qonun organlari tomonidan tutilgandan keyin Bakirköy Jinoiy ishlar sud mahkamasi ayblashlardagi dalil isbotlar yetarlik emas, xalqaro adliya o'lchamlariga tushmaydi deb qarab, gunohsiz ekanligi va Xitoyga qaytarishga bo'lmaydiganligi to'g'risida qaror chiqargan. Undan boshqa Turkiya davlat asosiy qonun mahkamasi ham Abduqodir Yapchanni gunohsiz Xitoyga qaytarishga bo'lmaydi deb qaror e'lon qilgan edi. Bu qaror e'lon qilingandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar qarordan suyunganligini bildirgan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining raisi Abdullah Saydi bu haqda to'xtalib mundaq dedi. Yevropa Kishilik huquq mahkamasi ustozimiz Abduqodir Yapchanning arzini qabul qilib, bu masala haqida adil qaror chiqarganligidan hamma Uyg'urlar xushal bo'lgandek, biz Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasiga qarindoshlarimiz buningdan xursand bo'ldik. Bu Yevropa Kishilik huquq mahkamasida adolatning yana bir qatim namoyon bo'lganligining isboti bo'lib hisoblandi. Bu Xitoy kommunist tajovuzchilarining Sharq Turkiston inson haqlari faoliyatchilarini xalqarada yomon ko'rsatib, ularni turmaga qamatish yoki yo'q qilib etishdan iborat rezil suiqasdining mat bo'lganligini ko'rsatib beradi. Shunga barliq Sharq Turkistonliklar Yevropa Kishilik huquq mahkamasi, Turkiya davlat asosiy qonun mahkamasi va rayonlik mahkamaning adolat namoyon qilinib chiqarilgan bu qarorlarni alohida tabriklaydi va qarshi oladi. Undan boshqa biz bu qarorlarni qo'llab, har xil shaklda faoliyat uyushtirib, Turkiyani Xitoyning oldida tanglikda qo'ymaydigan bir vaziyatni qo'lga keltirish bilan birga, Xitoyning suiqasdlik qo'lining adolat oldida bizlarga yetmaydiganligini dunyoga jakarlashimiz kerak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, biz bu haqda Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi hurmatli Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan ziyorat etib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Hidoyatullo oldin ziyoratimizni qabul qilganliklari uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Hidoyatullo, Abduqodir Yapchan akamiz masalasi bir qancha oydan buyon Turkiyada haqiqatan kun tartibida butun dunyodagi Uyg'urlarningki qiziqish markazida bo'lib kelyotdi. Nurg'ulg'an yo'llarni mengayotsizlar. Buningda eng oxirida shu 30-noyabr Yevropa Kishilik huquq mahkamasi tomonidan Abduqodir Yapchanninki 3-bir davlat yoki Xitoyga qaytarishga bo'lmaydiganligi aniq iboralar bilan bu bir qaror chiqqan bo'ldi. Shu qaror haqida sizning bir ko'z qarashini aytib qo'ysam, bu yerga qanday kelindi, shu mavqega qanday ketyapti Abduqodir Yapchan akamizningki hozirgi ahvoli degandek shu televizor ko'rishtirimizga ma'lumot bergan bo'lsizlar. Oldi bilan Abduqodir Yapchan akamizning masalasida butun Sharqiy Turkistonlik vatan içi ve sırtadaki muhaciratdaki barliq qarindoshlarımizga rahmat aytamiz. Bular
hem manevi jihatdan hem fikri jihatdan başka imkoniyatlarni ham biz seferber qilib hammadan bu masalaga ko'ngil bildi. Rahmat aytamiz. Yana ayrim bütün barliq Türkiye ishidagi Uyg'ur qarindosh tashkilotlarimiz, barliq chet eldagi Sharqiy Turkiston davosini elib berayotgan barliq Sharqiy Turkiston jamiyat va tashkilotlari rahbarlariga, a'zolariga rahmat aytamiz. Bu masala ustida nihoyat jiddiy kecha kunduz bütün imkoniyatlarni safarbar qilib Abduqodir Yapchan akamizningki qutulib qolish uchun Xitoyning yalmavuz Xitoyning qo'li o'chib ketmaslik uchun qo'ldan kelishicha birlik holatda hem kengashgan hem istishora qilgan holda yo'l manganlik uchun tirishchilik ko'rsatganlik uchun hammalarga rahmat aytamiz. Shuning bilan birga Abduqodir Yapchan akamiz shu Xitoyningki tuhmati bilan yolg'on to'qilma isbotlar bilan Türkiye'ye şikayet qilinib Xitoy qaytarilish talab qilingan kundan beri mana 3-4 oy bo'lib qoldi. Bu kunlarda yani bugungi kelgan nuqtaga qadar bo'lgan ahvolda intayin ig'ir terishchilik ko'rsatildi. Xitoyningki Türkiye'ye elib Türkiye'ning bugungi siyosatini, Türkiye'ning bugungi rayon xarakterlik ichki urushlar yuz berayotgan bir rayon ichida qamalib qolgan bo'lganlik uchun bunda bir paytda Türkiye'ninki shu ig'ir vaziyatini ko'rsatgan bu Xitoyning rezil tashqi siyosati asosida Türkiye'ni qarig'ini qarang'ida qistash politikasi asosida Abduqodir Yapchanni talab qilib ilib olamiz deb keng ko'lamda bir harakat elib bordi. Türkiye'ga besim qilish orqali Türkiye'ninki siyosiy qiyinchiliklari, iqtisodiy masalalari, amallik masalalarini ko'rsatib, bu to'g'rida Xitoy takliflarni, yuqori darajada takliflarni berib, Türkiye'ga besim shakllantirgan va bu natijada Abduqodir Yapchan akamiz mahkamaga chiqarildi, tutildi. Ama bu arada bütün mahkamalarninki Abduqodir Yapchanga bergan qarorlari bağan sıra sahne avatıdı. Bütün davada hazır pakiz akılınıp çıktı hazır Abduqodir Yapchan. Davada tamamen üstüde hiç kandak bir şikayet dava yok. Xitoyninki Türkiye'ye sunulan bütün teklif ve delillerini Türkiye İstanbul İğir Mahkeme Ceza Sud Mahkemesi Xitoyning tuhmatlarini, ispatlarını yeterlik bo'lmaganligi, delil ispatlarını tekrar yeniden sunamaganligi uchun Abduqodir Yapchanninki günahsız ekanligi isbotlanganligi to'g'risida qaror berdi. Hem turmadan qo'yib berish hukmi chiqarildi. Shuning bilan birga yana Xitoyga qaytarilishini Türkiye qonuni, Türkiye Cumhuriyeti qonunlariga uygun kelmaydiganligi, Türkiye an'anasi, urf-odatlari, qimmat qarashlariga uygun kelmaydiganligi va Xitoyning Sharqiy Turkiston musulmonlariga uyg'urligiga yurgizayotgan alayida besim ig'ir siyosatini ko'rsatgan holdami Abduqodir Yapchanning Xitoyga qaytarilishining mumkin emas ekanligi to'g'risida qo'sh qaror chiqadi. Ammo bu Xitoy siyosiy jihatdan fursatparastlik qilib Türkiye'nin bugungi vaziyatidan foydalanib yana boshqa besimlar bilan Türkiye'ning usti kelayotganligi uchun bu to'g'rida Türkiye hukumati nihoyat qiyin ahvolda qolgan bo'lsa-mu, biz bu masalani tamamen hem kanuni jihatdan hem xalq Türkiye 80 milyon xalqini yenimizga olgan holda ve Türkiye'deki barliq Türk xalqi vakolatlik qiladigan jamiyat, tashkilot, partiya qatorliq hammaga bu masalani nihoyat yaxshi tonutdik ve bugungi kelingan nuqtada Abduqodir Yapchanga Türkiye'deki barliq jamiyatlar, barliq xalq ommasining ko'pchiligi istaşlik qiladigan bu to'g'rida xato bir ish bo'layotganligini ishonadigan Amında bir vaziyet şekillendi. Hatta ki şu ötken haftada Türkiye parlamentida öktüçilerinin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi hükümetke bu to'g'rida Abduqodir Yapchanni Xitoyga qaytarish masalasida nihoyat ig'ir bir so'zlar bilan kun tartibga kelgan. Bundan ko'ra olamizki Abduqodir Yapchanning bugungacha bo'lgan masalasida hem Türkiye hükümeti bunun işlenmedi hem Suudiye mahkemeler
Abduqadir Yapchan üstüde Xitayning turg'izgan töhmetlerining rost ekanligiga ishonmadi. Qarorlar turibdi. Shuning bilan birga bugun bütün axborotlarda Abduqadir Yapchan masalasi kun siri kun tartibda o'rnini saqlab turibdi. Bu Abduqadir Yapchanninki qarori bundan keyingi kelgusida to'g'risida e'lon qarorlarga ta'sir yetkazadi. Shuning bilan birga yana Abduqadir Yapchanning başka üçüncü bir devletlergimi çıkarılıp etişini Uygur halkı Türkiye'de yaşavatkan Uygurlar ve başka macerette yaşavatkan bağlılık Şarkı Türkistanlıklar doğru tapmağanlık için Abduqadir Yapchan Türkiye'den bu şekilde çıketsimi, Xitay qaytmagan halda çıketsimi Şarkı Türkistanlıklar için bu bir yaxşı bulmaydiganlığı, Xitay bundan haddini eşip çekidini aşıdığanlığı, yani Türkiye'deki Uygurlar ve teşkilat üstünden besimli künsiri aşırışqa takımı cesaretlendirdiğanlık sebebinden bununla bağlı yeterli teşkilatla ortak Abduqadir Yapchan'ın Türkiye'de kalışı ve koyup birleşi nüfus kılınış doğrusu da ciddi besim şekillendirip geliyordu ve bu neticede Türkiye asasi destur Constitution Mahkemesi yani Desturi Mahkeme en Ali Sot Türkiye'ninki bulama Abduqadir Yapchan'ın Xitay veya başka bir devletke çıkarılışını toxtatgan kararını ilan kıldı ve şu 2 gün burunlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Abduqadir Yapchan'ın Xitay veya 3. bir devletke çıkarılışını çekligen kararını ilan kıldı ve bu Türkiye'de gün tertip tuttuğu bütün sahalar bunun dikkat kılıp histaşlıkını bildirmekte inşallah. Bunun için Abduqadir Yapchan'dan meselesi de Türkiye özüge yaraşkan bir şekilde bütün dünyadaki İslam ellerdeki kıyınçılıklarla köngül bilgindek bütün dünyada mezlum liderlerge nahakçılık uçurgan rehberlerge sahip çıkkandek, iyi çıkkandek Abduqadir Yapchan'ı bu prensipini bozmaydı, bu enanesini bozmaydı deyip oylaymiz. Köptün köp rahmet nayeti yaxşı içipədiniz, rahmet sizə yardımınızı qəbul qılarıq. Meyr rahmet Allah. 100% umumlandı deb xabar qilingan atalmış qo'sh til yaslisining yolg'onchiligi oshkorlandi. Qashqar viloyatidagi atalmış intizom tekshirish komiteti 11 nahiya shaharda qo'sh til yaslisiga munosabatlik vazifasini ado qilmagan jami 37 kadrini har xil holatda jazolaganligi ma'lum bo'ldi. Xitoy doiralarining Qashqar viloyatidagi atalmış intizom tekshirish komiteti 11 nahiya shaharda qo'sh til yaslisiga munosabatlik vazifasini ado qilmagan nahiya darajali kadr 22 bo'lim darajali kadrni ayrim holda har xil holatda jazolaganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, yaqinqi 2 yildan buyon Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi musulmonlarni assimilyatsiya qilish va dinsizlashtirish uchun barliq amal choralar bilan eng qabih va eng yovuz siyosatlarni yurgizib, bu orqali qisqa vaqt ichida bir butun xitoylashgan Sharq Turkiston tuprog'ini maydonga keltirishga tirishmoqda. Buning uchun Sharq Turkistonda atalmış qo'sh til yaslisini yo'l qo'ygan bo'lib, bu yil 8-oyda Sharq Turkistonning janubida atalmış qo'sh til yasli o'qitishini 100% ga yetkazganligini e'lon qilgan edi. 100% ga yetkazildi deb xabar qilingan bu atalmış qo'sh til yasli qurilishi bir necha kun burun Xalq to'rining bu haqda bergan xabarida Xitoy tajovuzchilari kutgandek ijro qilinmayotganligiga munosabatlik xabar tilga olingan. Xabarda deyilishicha, Xitoy doiralari Qashqar viloyatida atalmış 13-5 yillik plan bo'yicha maxsus mablag' bilan bir turkum qo'sh til yaslilarini qurgan. Lekin ba'zi nahiya shahar va o'rinlarning buningga ahamiyat bermaganligi va xizmatni susluq qilganligi bildirilgan. Bu xil ahvolni Xitoy doiralari ideyasida masala bor deb qarab, buningga munosabatli kishilarni jazolash qarori chiqargan. Hamda viloyat bo'yicha nahiya darajalik va bo'lim darajalik kadrdan 37 ni jazolagan. 11 nahiya va shaharning barliq amaldorlariga o'zini qattiq tekshirishni buyurgan. Ma'lum bo'lishicha, 100% ga yetganligi xabar qilingan atalmış qo'sh til yasli qurilishi 10-oyning 20-kunigacha nazorat qilib aniqlangan statistikada viloyat bo'yicha faqat 5 yasli o'lchamga yetgan. 28 yasli texi amdi yasilayotgan. 70 yasli qurilish qilayotgan. 52 yasli texi ishmi boshlamagan ekan.
Sharq Turkistonda AIDS shiddat bilan ko'paymoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi AIDSga munosabatlik bir qism sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Uningda ko'rsatilishicha 2016-yili 1-oydan 10-oygacha bo'lgan oralikda 3708 nafar kishi AIDS bilan yuqumlangan, 1565 kishi AIDS sababi bilan rasmiy kasallik bosqichiga o'tkazilgan, 1072 kishi AIDS kasalligi bilan o'lgan. Xitoy Sharq Turkistonni besib olgan 70 yilga yaqin vaqtdan beri az bo'lmagan oshkora qirg'inchilik va maxfiy suiqasdlar bilan bu yerdagi Uyg'urlarni tutqun qilish, muddatlik va muddatsiz turmalarga qamash, har xil usullar bilan etib va qiynab o'ltirib kelayotgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning e'tiqodi, g'ururi va milliy tuyg'usi sababli bir butun yo'qotishdan iborat razil maqsadiga yetolmay kelmoqda. Xitoy tajovuzchilarining bu xil zulm va assimilyatsiyasi 1997-yildagi G'ulji qo'zg'olonidan keyin texmo asabiylashishga qarab mangan bo'lib, o'lim va turma kamerlaridan saq qolgan Uyg'urlarni turli usul va hiyla-mekrlar bilan har xil zaharlik chekimlik va aysh ishratlarining yo'liga majburlagan. Yaqinda Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi AIDSga munosabatlik bir qism son-sipirlarni e'lon qilgan bo'lib, buningda ko'rsatilishicha 2016-yil 1-oydan 10-oygacha bo'lgan oralikda 3708 nafar kishi AIDS bilan yuqumlangan, 1565 kishi AIDS sababi bilan rasmiy kasallik bosqichiga o'tgan, 1072 kishi AIDS kasalligi bilan o'lgan. Bu yil 10-oyning oxirigacha aniqlangan ma'lumotda Sharq Turkistondagi hayot AIDS yuqumdorining umumiy soni 39840, AIDS bemori bo'lsa 10207 nafar ekan. Berilgan xabarlarga qaraganda Sharq Turkistondagi AIDSning yuqumlanish yo'llari asosliq zaharlik chekimlik va qalaymaqon jinsiy munosabat orqali tarqalayotgan bo'lib, zaharlik chekimlik orqali tarqalish nisbati 24.9% ni, jinsiy munosabat orqali tarqalish nisbati 67.9% ni egallaydi ekan. Xitoyning bu vaqtdagi ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, G'ulji rayoni koni yuqum rayoni bo'lg'achqa AIDS yuqumdorlari va bemorlari eng ko'p rayon ekan. Xotan, Qashqar, Otush, Oqsu va Turpan qatorliq rayonlar yaqinqi mezgillardan boshlab AIDS eng tez suratda tarqalayotgan va shiddat bilan yuqori o'rlayotgan rayonlar bo'lib hisoblanadi ekan. Undan boshqa yaqinqi yillardan boshlab Sharq Turkistondagi mutlaq ko'p sondagi AIDS yuqumining yuqish yo'li asosliq jinsiy aloqa orqali tarqalayotganligi, hamjinslarning sonimi eng tez suratda eshishga qarab yuzlanayotganligi tilga ilingan bo'lib, faqat 2016-yili AIDS bilan yuqumlanuvchilarning ichida bularning egillagan nisbati 7.8% ga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, AIDS bilan yuqumlanuvchi va bemorlar ichida zaharlik chekimlik chekadiganlarning nisbati 10.1% ni egallaydi ekan. Ammo Oqsu, G'ulji qatorliq bir qism nahiya shaharlarda zaharlik chekimlik chekadiganlarning soni 25% dan ko'pragini egallaydi ekan. Sharq Turkistonda 96 o'rinda g'oyat zo'r kan boyligi bayqaldi. Xitoy doiralari 11-oyning 23-kuni kan izlash xizmati yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda bildirilishicha, Xitoy bu qitim Sharq Turkistondagi 96 o'rindan Sharq Turkistonni besib olgandan hozirgacha tekshirib aniqlagan boylik zapisining 2 hassidan 10 hassiga teng kelgudek g'oyat zo'r miqdordagi kan boyligi zapisini bayqagan. Xitoy axborotlarida bildirilishicha, 11-oyning 23-kuni Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda kan izlash xizmati yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda bildirilishicha, ko'mir va to'mir qatorliq kan mahsulotlarini asos qilib elib borgan tekshirishda aniqlangan boylik zapisi Xitoy Sharq Turkistonni besib olgandan hozirgacha tekshirib aniqlangan boylik zapisining 2 hassidan 10 hassiga teng kelgudek g'oyat zo'r miqdordagi kan yotmasi zapisini bayqagan. Bu g'oyat zo'r kan zapisi Sharq Turkistondagi 96 o'rindan bayqalgan bo'lib, Xitoy tajovuzchilari buningdan o'z hayronligini bosolmagan. Xalq to'rining bu vaqtda bildirishicha, 2008-yili Xitoy Davlat zamin boyligi ministrligi bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi xalq hukumati o'zaro hamkorlik kelishimi imzolagan bo'lib, 3 yilda qilgan ishning bosh oyiqini chiqarish, 5 yilda xo'shallanig'idek natija qozonish, 8 yilda ruhlanig'idek zo'r unum yaratishdan iborat nishon va talabni bekitgan hamda 358 turni yo'l qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, bu 358 tur Sharq Turkistonning g'oyat zo'r boylik afzalligidan unumli foydalanish, bu boylik orqali o'zgacha kasblarni taraqqiy qildirish va Xitoyning strategik boylikqa bo'lgan ehtiyojini qondirishni maqsad qilgan.
Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur o'quvchilardan andish qilmoqda. Xitoy Ma'rif ministrligi yaqinda yana yangidan bir uqtirish chiqargan bo'lib, Xitoy o'lkalaridagi atalmish Xinjiang sinfi va Shizang sinfidagi o'quvchilarning o'qish tavalligi materiallarini boshqarish xizmatini yanama qattiq tutish va yaxshi ishlashni talab qilgan. Xitoy xalq to'rining 25 noyabr kuni bergan xabarda Xitoy Ma'rif ministrligi yaqinda yana yangidan bir uqtirish chiqargan bo'lib, Xitoy o'lkalaridagi atalmish Xinjiang sinfi va Shizang sinfidagi o'quvchilarning o'qish tavalligi materiallarini boshqarish xizmatini yanama qattiq tutish va yaxshi ishlashni talab qilgan. Uqtirishda mundaq deyilgan: har qaysi munosabatli o'lkalardagi ma'rif ma'muriy tarmoqlari va maktablar ichkari o'lkalardagi Xinjiang sinfi va Shizang sinfida o'qiyotgan o'quvchilarning o'qish tavalligini boshqarish xizmatiga cho'qim eng yuksak darajada ahamiyat berish, bo'libmi o'qish tavalligini turg'izish, tizimlash va yo'tkash qatorliq ishlarga alohida ahamiyat berish kerak. Har qaysi joylar bu o'quvchilarga qarata boshqarish tartiblarini qiyinlashtirishi, o'quvchi bilan uning o'qish tavalligi birdek bo'lishi, o'qish tavallik materiallari har qanday vaqtda o'quvchiga agishib menish prinsipiga qattiq amal qilish kerak. Ichkari o'lkalardagi Xinjiang sinfi va Shizang sinfiga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarning har qanday sabablar bilan o'qish tavalligini turg'izish rasmiyatini otlab ketgan yoki turg'izmagan ahvollar yuz bersa, munosabatli ma'rif ma'muriy tarmoqlari va maktablarning hamda konkret boshqarish xodimlarining mas'uliyatini qattiq surishtirish bilan birga Ma'rif ministrligini darhol buningdan xabarlantirish kerak. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondagi Uyg'ur farzandlarini Xitoy o'lkalariga elib kirib, ularni butunlay Xitoy ma'rifi va Xitoy madaniyati bilan tarbiyalab, Sharq Turkistondagi musulmonlarni bir butun xitoylashtirish qadamini tiziltish uchun 1985-yillardan boshlabla Xitoy o'lkalarida tunji qadamdagi atalmish Xinjiang sinfini ochgan. Shuningdek keyin bu sinflarni har yili qadam-qadam ko'paytirish orqali bugungi kun kelganda Xitoy o'lkalarining hamma shahar nahiyalaridagi Xitoy maktablarida Uyg'urlarning farzandlari o'qiyotgan bu xildagi sinflar ko'payishga boshladi. Xitoy axboroti deyilishicha, yaqinqi mezgillarda atalmish Xinjiang sinflarida o'qish bitirgan Uyg'ur o'quvchilarning soni 80 mingdan oshganligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining Xitoy o'lkalaridagi atalmish Xinjiang sinfi va Shizang sinfi o'quvchilari uchun maxsus chiqargan uqtirishining bir xil milliy ayrimchilik ekanligini, Xitoy doiralarining bu o'quvchilardan andish qilib, xotirjam bo'lolmayotganligini tushuntirib berganligini bildirishmoqda. Bundan keyin poyezd beltiga Uyg'urlarning ismi to'liq yoziladi. Urumchi Temir yo'l idorasi 2016-yil 12-oyning 1-kunidan boshlab temir yo'l yo'lovchilar belti setish sistemasining qisman yangi iqtidorlarni qo'zg'atganligini bildirgan bo'lib, buning ichida Uyg'urlarning ismini kimligidagi ismi bilan o'xshash qilib biletga to'liq yozish alohida o'rin tutgan. Tangritog' to'rining 1-yanvar kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Urumchi temir yo'l idorasi 2016-yil 12-oyning 1-kunidan boshlab temir yo'l yo'lovchilar belti setish sistemasining qisman yangi iqtidorlarni qo'zg'atganligini bildirgan. Buning ichida Uyg'urlarning ismini kimligidagi ismi bilan o'xshash qilib biletga to'liq yozish alohida o'rin tutgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bundan burun Uyg'urlarning ismini xitoycha yoziqda yozganda xat soni ko'p bo'lganligi uchun poyezd beltiga faqat ismdagi 4 xatlam ko'rinib, qolgan xatlar yulduz belgisi bo'lib ifodalanadi. Uyg'urlarga qartilgan qattiq boshqarish, qattiq kontrol qilish siyosatlarini eng yuqori chekda ijro qilib kelayotgan Xitoy tajovuzchilari buningdan ansizlik his qilib, xotirjam bo'lolmaganligi ma'lum. Shu sababdan tajovuzchilarning o'rinlashtirishi bilan Xitoy temir yo'l bosh shirkati tadqiqot o'rni bu ahvolga qarata tadqiqot elib berib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan holda har qaysi bilet setish o'rinlari va avtomatik bilet setish o'rinlaridagi uskunlarga o'zgartirish kirgizgan. 12-oyning 1-kuni soat 0 dan boshlab rasmiy ishga kirishtirilgan. Bu sistema ism familiya rayoni deb 2 qurg'a ayrilgan bo'lib, qo'sh tirnoqni o'z ichiga oladigan 15 xitoycha xat besildigan qilib o'zgartirilgan. Xitoydagi Sotsializm instituti vatanparvar diniy zotlar uchun maxsus kurs ochgan. Xitoy Sotsializm instituti Sharq Turkistonda atalmish vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalash tadqiqot kursi ochgan bo'lib, 11-oyning 28-kuni o'qish boshlash murosimi o'tkazgan. Xinhua agentligining 11-oyning 28-kuni bergan xabarda Xitoy Madaniyat instituti Sharq Turkistonda atalmish vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalash tadqiqot kursi ochgan bo'lib, 11-oyning 28-kuni o'qish boshlash murosimi o'tkazgan. Bu kursga dastlabki qadamda 50 diniy zot qatnashgan bo'lib, Uyg'ur, Tungan, Qozoq, Qirg'iz, Tojik qatorliq millatlardan tarkib topgan ekan.
Uyg'urlar bo'lsa eng ko'p salmoqni egallaydi ekan. Bu kursning dastlabki o'qitishni 14 kun elib bordiganligi ma'lum. Berilgan xabarlarga qaraganda bu kursning maqsadi birlikni qo'g'dash, Xitoycha madaniyatda o'rtaq tunishga kelish va bu madaniyatni e'tirof qiladigan asos tiklash. Xitoycha bo'lgan islom dini barpo qilishni ilgari surishni muhim nuqta qilish. Hamma millatda bir xil ruh paydo qilish. Diniy nazariya bilan Xitoy siyosatini asosiy tema qilib, uchni o'g'itish shaklini qurib chiqishdan iborat ekan. Bu kursda so'zlanadigan darslarning temasi Jung'o millatlaridagi ko'p xillik bir gavdalashgan vaziyatning shakllanishi, Xitoydagi dinlar munosabatidagi tarixiy an'ana, Jung'o madaniyatining muhim ahamiyati birlashishda. Jung'o madaniyati bo'lsa, har millat xalqining o'rtaq ma'naviy oilasi, mamlakatlik diniy xizmat yig'inining ruhini astoydil o'rganish, asabiylikka qarshi turib tipik dinning ahamiyatini to'g'ri bayon qilish qatorliqlardan iborat bo'lib, undan boshqa tekshirish, naq maydon tarbiyasi, guruhlar muzokarasi, guruhlar birlashma aloqasi qatorliq halqalar bo'yicha o'rinlashtirildi ekan. Xitoy Sotsializm universiteti sekretari va muavin universitet boshlig'i Panyo o'qish boshlash marosimida so'z qilib mundaq degan: "Bizning maqsadimiz birliksab ixtisosli xodimlarni tarbiyalab chiqishni asosiy baza qilish. Tüp vazifamiz bo'lsa, Jungocha alohidlikka ega sotsialistik din barpo qilish, o'rtaq siyosiy tunish va Jung'o madaniyatini e'tirof qilish tarbiyasini qanot yaydirish. Sapirligi madaniyat birligidan iborat qo'sh muhim nuqtaga o'xshash e'tibor berish asosida tarbiyalanuvchilarning Jungocha alohidlikka ega sotsializm yo'lidagi o'ziga ishonish nazariyasida, o'ziga ishonish tuzumda, o'ziga ishonish engini uzluksiz kuchaytirish lozim." U yana mundaq degan: "Shinjongda vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalashga tashkillash bo'lsa, islom dini sohasidagi vakillarga Xitoy madaniyatini aniq bayon qila oladigan qilish. Xitoy islom madaniyati bo'lsa, Xitoy madaniyatining muhim tarkibiy qismi ekanligini ilgirlagan holda tunutish. Islom dinining Xitoy madaniyat tarkibi ichidagi tarixi." Sharq Turkistondagi xizmatlarni moslashtirish guruhining muavin boshlig'i Li Jao mundaq degan: "Shinjongning ijtimoiy muqimligi va uzoq muddatli bexatar bo'lishi diniy zotlar qo'shunining musulmon ommasini qandoq yetaklab menishiga bog'liq. Shunga bu qatimqi tarbiyalash Shinjongdagi islom dinini jungochilashtirish va qonunlashtirishni nuqtaliq ko'zda tutadi." Bu yana bu kursga qatnashayotgan diniy zotlardan yurtiga qaytgandan keyin Kommunist partiyasini qo'llab aktiv moslashishini, islom dini ta'kidlagan vatanni suyish, tinchlikni suyish, ittifoqlikni suyish, o'ttir hal bo'lish, apuchan bo'lish qatorliq ta'limotlarni tabliğ faoliyati doirasiga elib kirib, dinga e'tiqod qiluvchi ommani asabiylikka qarshi turg'izib, Shinjongning tinch muqimligi uchun to'kpi qo'shishni talab qilgan. U so'zda yana sotsializm qimmat qarashi bilan dinga aktiv yetakchilik qilish, Xitoy madaniyatini dinga singdirish, dinni jungochilashtirish yo'nalishida ching turish, siyosiy maydonda ishonchlik, dinda yangilik yarata oladigan, istilda ommani qoyil qila oladigan, xalqliq paytlarda vatanparvarlik rolini joriy qildira oladigan qo'shin bo'lishni umid qilganligini bildirgan. Xitoyning atalmish qo'sh til o'qitish nomidagi assimilyatsiya siyosati. Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur o'smirlari va yosh o'quvchilarini har xil shakllarda Xitoycha o'rganish, Xitoycha so'zlashga majburlab, har xil nomda turli musobaqa faoliyatlarini elib bormoqda. Xitoy doiralarining yaqinqi 2 yildan beri Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan assimilyatsiya siyosati eng tez suratda har xil usullar bilan elib berilayotgan bo'lib, Jallod Jang Chunshanning o'rniga almashgan Chen Quango kelgan 3 oydan ortiqroq vaqtdan buyon bu siyosat texmi vahshiylik bilan yurgizilishga boshlagan. Bo'libmi Uyg'ur yosh o'smirlariga qaratilgan xitoylashtirish eng yuqori chekda ijro qilinishga boshlagan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari yaqinqi bir necha oydan buyon Uyg'ur o'smirlari va yosh o'quvchilarini har xil shakllarda Xitoycha o'rganish, Xitoycha so'zlashga majburlab, har xil nomda turli musobaqa faoliyatlarini elib berishga boshlagan. 11-yangi 27 va 28 kunlari keng ko'lamda mukofot tarqatish shakli orqali qo'sh tilni yaxshi o'rganib, go'zal kelgusi yaratayli temasida Xitoycha nutq so'zlash musobaqasini elib borgan. Bu musobaqaga Sharq Turkistondagi oliy maktab, to'liqsiz o'ttira, boshlang'ich maktab va yasli o'quvchilarmi qatnashtirilgan. Hamda 28 har darajalik maktab o'rinlarini va shaxslarni mukofotlash elib borgan. Bir necha oy ichida elib berilgan bu musobaqa Sharq Turkistondagi 196 o'rinda elib berilgan bo'lib, jami 1.500.000 o'quvchining qatnashganligi ma'lum. Sharq Turkistondagi har qaysi universitetlarda bu xildagi qo'sh til musobaqasi faoliyatlarini eng asosli faoliyat qilib elib berayotgan bo'lib,
yaqinqi 2 oy ichida 39 oliy maktabda 80 qitimdan ortiq atalmış qo'sh til musobaqasi elib borgan hamda 2024 o'quvchini yangidan musobaqaga tizimlagan. Uyg'ur o'smirlari va yosh o'quvchilarga qaratilgan bu xildagi qo'sh til faoliyatlarida umumyuzlik xitoycha madaniyatga ega kiyim-kechaklarni kiyish, xitoycha yasinish shart qilingan bo'lib, har qitimliq faoliyat qo'sh til mening xushalliqim, qo'sh til orqali go'zal g'oyaga uchayli, qo'sh tilni yaxshi o'rganayli, qo'sh tilda musobaqalashib, qo'sh tilni qo'llanayli, qo'sh til orqali birlashishni amalga oshirayli degandek, qo'sh til orqali birlashishni amalga oshirayli degan naqshini bosh tema qilib elib berilgan. Bu faoliyatlarning hammasi Xitoyning Sharqi Turkistondagi yuqori darajali amaldorlarining qatnashishi bilan elib berilgan. Jallod Wang Luoquanning jazoga tortilmasligining sababi oshkorlandi. Hong Kong Qianshao jurnalining 28 noyabrdagi maqolasida bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi sobiq jallodi Wang Luoquanning ayni vaqtdagi Xitoy Markaziy komiteti siyosiy qonun sekretari Zhou Yongkangning xos odami ekanligi, uning nurg'un chiriklash jinoyatiga chetilgan bo'lsa-mu, Zhou Yongkangga o'xshash jazolanmasligining sababi uning Zhou Yongkangni Xi Jinpingga pash qilganligi ekanligi bildirildi. Hong Kong Qianshao jurnalining 28 noyabrdagi maqolasida bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi sobiq jallodi Wang Luoquanning ayni vaqtdagi Xitoy Markaziy komiteti siyosiy qonun sekretari Zhou Yongkangning xos odami ekanligi, uning nurg'un chiriklash jinoyatiga chetilgan bo'lsa-mu, Zhou Yongkangga o'xshash jazolanmasligining sababi uning Zhou Yongkangni Xi Jinpingga pash qilganligi ekanligi bildirildi. Maqolaning asosli ma'nosida munolar bayon qilingan. Wang Luoquan nomussizlarcha Zhou Yongkangni pash qilganligi, shu sababdan Wang Luoquanning Xi Jinping tarafidan iltifotga erishganligi. Natijada Xi Jinping Wang Luoquanning xo'jayinini tutib, Zhou Yongkangning g'olchisi Wang Luoquanni qo'yib berganligi. Bunda qilishda ikki sabab borligi bildirilgan maqolada birinchi sabab Wang Luoquan yeganlarining hammasini qaytirgan. Yana biri u sharmandalarcha o'z xo'jayini Zhou Yongkangni pash qilgan. Oqibatda Zhou Yongkang o'zining xos chaparmani Wang Luoquan tarafidan pash qilingan nurg'unlagan xiyonatlarining maydonga chiqishiga ergishib, aqlidan adashganligi hamda qarishishdan umumyuzlik to'xtaganligi tilga olingan. Xitoyda ig'ir hodisalar yuz berdi. Xitoyning Jiangxi o'lkasidagi qurilish qilinayotgan bir elektr stansiyasida ig'ir darajada hodisa yuz berdi. Vaqada o'lganlarning soni 74 kishiga yetdi. Xitoyning Jiangxi o'lkasidagi qurilish qilinayotgan bir elektr stansiyasida ig'ir darajada hodisa yuz bergan bo'lib, vaqada o'lganlarning soni 74 kishiga yetgan. Xitoy Xinhua agentligining bu vaqtda bergan xabarda 11-oyning 24-kuni saharda Xitoyning Jiangxi o'lkasi Yiquanping shahridagi elektr stansiyasida elib berilayotgan 3-qitimliq kengaytib selish qurilishida elektr stansiya sovutish munari o'rilib ketgan bo'lib, naq maydonda 74 Xitoy o'lib, 2 Xitoy yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning ichidan 68 ning salohiyati aniqlangan. Ularning ichida eng kichigi 23 yosh, eng cho'ngi 53 yosh ekan. Bu elektr stansiyasining kengaytib selish qurilishini Xitoydagi 3 cho'ng paychik shirkati o'z ichiga olgan bo'lib, jami 7 milliard 650 million Xitoy puli mablag' selingan. Vaqa yuz bergandan keyin Xitoy doiralari bu voqeaga munosabatlik 9 kishini qo'lga olgan. Undan boshqa 30 noyabr kuni Xitoyning sharqiy shimolidagi Heilongjiang o'lkasining Chitay shahri Jazixi rayonidagi ko'mir konda o't ofati yuz berib, nurg'un odam kon ichida qapsilib qolgan. Bu voqea 11-oyning 29-kuni soat 21 da yuz bergan bo'lib, Xitoy axborotlarida kon quduqida 22 odamning qapsilib qolganligi bildirilgan. Xitoyning dastlabki tekshirishida oshkorlashicha, voqea yuz bergan o'rin Jingyu ko'mir keni bo'lib, navbatda qutqizish va munosabatlik bexatarlik tadbirlari ishlanayotganligi xabar qilingan bo'lsa-mu, voqeaning kelib chiqish sababi texi aniq emas bo'lib, Xitoy doiralari bu turdagi xabarlarning tafsilotini o'z xalqidan yoshirib kelmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz shu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishgacha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat ashirimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.